Bu imkonsiz. Davlat arxivlari hamma uchun ochiq emas. Yo'q, noto'g'ri tushundingiz. Mamlakatimizning rasmiy arxivlari albatta ochiq emas. Bu noqonuniy bo'lardi. Lekin men xorijiy ma'lumotlar bazasi haqida gapiryapman. Endi tushunarli. Ehtimol tomoshabinlarimiz bilmas, lekin Sounananing eri chet eldan qaytgan. Uning chet elda nufuzli aloqalari bor. U bizga muhim narsalarni aniqlashda yordam berishi mumkin. Agar imkoni bo'lsa. Hoziroq erimga qo'ng'iroq qilaman. Demak, Sou xonimning oilasi nufuzli ekan. Hammasi hal. Tez orada Jangcheng haqidagi barcha ma'lumotlarni olaman. Ana, keldi. Jangcheng millati xitoylik. Oddiy oilada tug'ilgan. Maxsus mavqei yo'q. Barcha ma'lumot aniq ekan. Xorijiy ma'lumotlar bazasida u haqida juda kam ma'lumot bor. Oddiy odamda qanaqasiga shuncha qimmat narsalar bo'lishi mumkin? Yoki bu nohalol yo'l bilan topilgan pullarmi? Hujjatlar aniq qalbaki emasmi? Sou xonim, iltimos qilaman, bunga e'tibor bermang. U shunchaki ahmoqlik qildi. Qo'rqyapsizmi? Endi kech. Dastur efirga chiqqach, sudga chaqirishadi.